Yurt vataningni söy. Söyüşke salahiyetin barmı? Söyüşni xalamsan, undaqda söy. Her bir güzel narsani söy. Söygəndimi toyğuca, qanğuca söy. Agar sen söyüşke mapkura, ideal örnek izdavatqan bolsan, undaqda üstüde ve astıda yaşagan, suyunu içip, topsığı millenip çoğ bolgan yurt vataningni söy. Көз bilen көрüngen, qol bilen tutqan, güllünüşü öz qolunda bolgan Türk yurtini, Şarkı Türkistan'ni söy. Xiyali, etibarsız, fantaziyalik mafkuralarga aşık bolma. Yalğanğa işinip qalma, haqiqatga tayan. Ey yigit, bu tuproqning odam ekanligini hech qachon unutma. Yurtingni söy. Yurt vatan hamma narsadan ustun va kuchlik bo'lgan bir shuurdir. Vatan degan so'zni aytgan, eshitgan, o'ylagan hamon hech qachon taqat qilolmaymiz. O'yg'onimiz, titraymiz, qimirlaymiz. İçimizde tatlık bir hayacan tug'iladi. Bu hayacan odatdagi hayacan emas. Tushlar bilan, umid, arzu va iztiroblar bilan birlashgan hayajandir. Bu hayajanning jo'sh urgan paytini tahlil qilib bo'lg'ili bo'lmaydi. Vaholanki aql buniga qanoat topmaydi. Bilmak istaydi. Koinotni, Allohni, o'tmishni, kelgusini bilishni istaganga o'xshash vatanni bilishni istaydi. Biz mana buni bildirishga kirishayli. Yurt vatan desalar esimizga bir tuproq parchasi, coğrafiyaviy jihatdan bir davlat keladi. Muayyan chekchegara doirasiga joylashgan tog'lar, daryolar, yayloqlar, gul-giyohlar, ming bir turli tabiat manzaralari. O'ziga yarasha go'zalligi va cho'nliqi bor tuproq parchasi ko'z oldimizga keladi. Odatda biz bularning hammasini obyektiv modda nuqtasidan, coğrafiyalik jihatdan, geologiyalik nuqtai nazardan qarab bilalaymiz. Biroq bularning hech birida vatan tushunchasidagi hayajonni topolmaymiz. Shunga biz vatanning mundaqli bir tuproq parchasidan emasligiga, vatanning fizikalik dunyodan halqagan bir narsa ekanligiga ishonamiz. Acaba yurt vatan o'sha bu tuproq ustida turib so'mirayotgan havo, ichgan suv, yegan bug'doy bo'lmay nima? Acaba vatan jimi barliqimizni ta'minlagan ana manba emasmi? Yurt vatan fikri manfaat ishlab chiqarish, baxt saodat va tasarruf tushunchasiga yot bir narsa. Yurt vatan undaq to'xtamay so'miriladigan narsa emas, balki u yo'lida jon pido qilinadigan muqaddas va ustun bo'lgan ma'naviy davlatdir. Yurt vatan go'yo saodatidan bakrak qayg'ulanib o'tadigan, yo'lida o'zimizning butkul barliqimizni ko'zga ilmagan bir mafkuraga o'xshaydi. Bu jihatdan yurt vatan bir mafkuradir. O'zimdan milliy va kishilik shaxsiyatimdan voz kechgan, tunugunki, bugunki va atiki kunimdan ayrilgan hamon yurt vatanni go'yo o'zimdan, axloqimdan, ma'naviy hayotimdan, irodamdan, idealimdan ayrim bir zamindak, jonsiz bir narsada ko'rib olgan zaman nima uchundir tushunolmay qolaman. Yurt degani o'zim shumi? Vatan aslida o'zimmi deb qolaman. O'ylayman, oxir deymanki, durust. Ya'ni vatan demak men demak, men demak vatan demakdir deyman. Undaqda mendagi bu xil tug'ma manlik qayerdan kelgan deyishga boshlayman. Acaba bu xil manlik moddiy, organik va ruhiy mavjudligimdan kelganmi? Yana o'ylayman. Deymanki, yo'q, men yolg'iz emasman. Bu yerda bir manla emas, boshqalarmi bor. Ularmi xuddi menga o'xshaydi. Undaqda bu boshqalar kimlar? Amaliyotda mazkur boshqalarmi menga o'xshash go'sh va so'ngakdan putgan organik jonliq. Fiziologiyalik qonunlarga, psixologiyalik ruhiy iztirar, chorasizliklarga bog'langan. Tutqun bo'lgan qoniylar, qanoatkorlar turkumidandir. Men vatanning ilohiy muqaddasligiga manba bo'lolmasam, boshqalarning yakuni, xulosasi, jam'isi qandaqmi manba bo'la olsin? Qaysi mo'jiza ularga bu imtiyozni bera olsin? Demak, vatan mendilla iborat emas. Shundaqla menga o'xshash boshqalardilla iborat bo'lib qolmaydi. Undaqda masalaning siri nima? Oxiri ko'rib yetdim. Uyg'ondim. Bu ishning siri mening va boshqalarning hamda bugun yashagan va tunugun yashaganlarning qo'lida barpo bo'lgan ma'naviy qimmatlar, qadriyatlarda ekan. Alayliq Türk yurti bor. Shuning bilan bir vaqtda bu elning tarixida ko'plagan insoniy qimmatlar bor. Tilimiz,
Төрimiz, san'atimiz, falsafamiz. Saodat va falokatni sezishimiz, to'g'riliq, yaxshilik va go'zallik engimiz. Ixtirolarimiz avlodlarimizga va barcha insonlarga o'rgatganlarimiz. Hammasi qimmatlarimizdir. Yurt vatan quruq xayol bo'lmasdan, balki bir haqiqatdir. Chunki haqiqatdan kelgan bir qimmat, bir vijdon manbasi sifatida biz turklar, sharqiy turkistonliklarimiz. Yurt vatan engiga yaxshiroq sinchilagan vaqtda, uning ichida yolg'iz tunugun haqiqatga aylangan qimmatlarni emas, atimi ham haqiqatga aylanadigan qimmatlarni topamiz. Shuning uchun yurt vatan milliy mavjudligimizning faqatla o'tmishi bo'lib qolmasdan, u yana o'z navbatida mavjudligimizning kelajagidir. Yurt vatan bo'lg'achqa biz bo'la oldik. U bo'lg'achqa biz holatimizda qola oldik. Uning soyasida biz yana yangi o'zligimizga erishgaymiz. Bu ma'nodan vatan bir butun mavjudligi bilan eng oliy va muqaddas joydir. Xulosa, vatan muqaddasdir. Manba Erik gazeti 1948 yili 229 son. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhon Muhammad.